Gapirma jim, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yoningda kim? Biradar Najim. 10-chi bor xiyonat, lekin geligi boridan topsan. Malades, padaringga ming rahmat. Ketaman lek nimadir meni orqamda yonar. Senga qilgan rasxotlarim o'ylab boshim qotar. Hayotda xatoyim bo'ldi, klubda uchratganim. Undan ham battar bo'ldi, seni kayfda topganim. Astalan sekin, povutni berdim. Sonsa desa sonsa, gumalarim berdim. Bu qo'shiqni yozdim Ahad Qayum she'ridan. Seni qo'ling so'radim, ena joning yeridan. Sendan ham, mendan ham, undan ham, bundan ham, hamma o'ynashlaringdan ham qolar bu dunyo. Degan qo'shiqni mashinamda eshitar eding. Sifatchilikni bo'kib yer eding. Yana ozgina bormi? Berik der eding. Aqomadi desam azgichamni yer eding. Sanjinini o'sha paytlar ishtahang ham zo'r edi. Qishloqdagi sigirimdan figurang ham zo'r edi. Mana Ahad Qayum she'ri niftema yakun topdi. Cho'ntagimga qarasam, bittagina sifat qopti. Hasan shuni menga bering. Uni beraymi senga? Bir narsa beraymi? Men pichayni beraymi? Da. Balonni yebsan. Sifatli pichayni men bilan qoladi. Mana sifatsiz qiz sen bilan qoladi. Davay paka. Shoh aka. Gapirma jim. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yoningda kim? Biradar Najim.